mavzuyimiz alimentlar haqida bo'ladi. Nikohi bekor qilingan bo'lsa ham, nikohi bekor qilinmagan bo'lsa ham, Agar ular ajrashmagan bo'lsa va bitta uyda yashayotgan bo'lsa, aliment undirish haqida sudga murojaat etishi mumkin. shar'iy nikohdan o'tishdi, lekin qonuniy nikohdan o'tishmadi. Shunda ular ajrashdi, lekin o'rtada farzandligi bor. Unda aliment undirish tartibi qanaqa bo'ladi? Siz ko'targan masala hozir juda ham ko'p amaliyotda uchraydi. Alimentdan ozod qilinish mumkinmi? Assalomu alaykum hurmatli huquqiy podkast tomoshabinlari. Bugungi sonimizda 10 yillik sud tizimida tajribaga ega bo'lgan va hozirgi kunda advokatura sohasida o'z faoliyatini olib borayotgan Zakirova Malikaxon bo'ladilar. Malika opa, avvalambor sizga kattakon rahmat taklifimizni rad qilmasdan kelganingiz uchun. Assalomu alaykum. Sizlarga ham rahmat taklif etganingiz. Malika opa, agar ruxsat bersangiz, bugungi mavzuyimizni men tomoshabinlarga yetib o'tsam va sizning ruxsatingiz bilan savollarni berishni boshlayman. Bugungi mavzuyimiz alimentlar haqida bo'ladi, ya'ni bolalarga nisbatan aliment undirish. Malika opa, agar ruxsat bersangiz, savollarni berishni boshlasam. Bemalol. Malika opa, aliment deganda o'zi nimalarni tushunishimiz kerak? Aliment deganda nimalar tushuniladi va uni kimlar to'laydi? Aliment degani bu O'zbekiston Respublikasining Oila kodeksiga ko'ra har bir ota-onaning o'z farzandlariga ta'minot berish tushuniladi. Xoh bu ota-ona farzandi bilan yashasa ham yoki yashamasa ham uning majburiyati o'z farzandini ta'minlab borish. Masalan, misol bunga deylik, Sherzod bilan Nigora oila qurishgan. Oilasida bitta farzandi mavjud. Nikoh bekor qilingan, bola o'sha onasi bilan qolgan. Shunda Sherzod o'ylaydiki, bo'ldi, men nikohim bekor qilingan, farzandim onasi bilan yashaydi, men ta'minlamasam ham bo'ladi degan o'yga kelsa, bu noto'g'ri. Chunki qonunchilikda ko'rsatilgan har bir ota-ona o'zining majburiyatlari bor, ya'ni bu majburiyatlardan biri farzandlarni ta'minlab borish. Alimentga o'sha farzandning o'sha ota-onasi sudga murojaat etishi mumkin. Ota yoki ona ulardan Ota yoki ona, ha. Malika opa, javobingiz uchun rahmat kattakon. Siz hozir aytib o'tdingizki, o'z javobingizda agar ajrashgan bo'lsa dedingiz. Shunda hozir sizning javobingizdan yana savol kelib chiqyapti. Agar ular ajrashmagan bo'lsa va bitta uyda yashayotgan bo'lsa, unda qanday bo'ladi tartibi? Bunaqa vaziyatda men misol bilan aytib o'tib ketaman. Agar Nigora bilan Sherzod nikohi bekor qilinmagan va bir uyda yashab keladi, lekin Sherzod o'z farzandlarini ta'minlamaydi. Unda Nigora ham uni huquqi bor, sudga murojaat etib, o'sha farzandlariga aliment undirish haqida sudga murojaat etishi mumkin. U agar deylik nikohi bekor qilingan bo'lsa ham, nikohi bekor qilinmagan bo'lsa ham, bitta uyda yashaydimi, bitta uyda yashamaydimi, agar er yoki xotin o'z farzandlarini ta'minlamasa, ikkinchi taraf sudga murojaat etishi mumkin. Bunaqa hollarda. Malika opa, javobingiz uchun rahmat kattakon. Siz hozirda juda ham dolzarb mavzuni yoritib o'tdingiz, ya'ni ular birga yashasa ham yashamasa ham aliment to'lashga majbur. Xoh nikoh o'rtasida bo'lsa, xoh nikohdan ajralgan bo'lsa. Shundan kelib chiqadi, yana bitta narsa so'ramoqchi edim. Hozirgi kunda O'zbekiston juda ham ommalashib borayotgan narsa, ya'ni shar'iy nikoh. Deylik, shar'iy nikohdan o'tishdi, lekin qonuniy nikohdan o'tishmadi. Shunda ular ajrashdi, lekin o'rtada farzandligi bor. Unda aliment undirish tartibi qanaqa bo'ladi? Siz ko'targan masala hozir juda ham ko'p amaliyotda uchraydi. Masalan, mana buni holatlari har xilda. Masalan, bular o'sha shar'iy nikohda yashab kelgan, farzand tug'ilgan o'rtada. Farzand tug'ilgani, lekin otaligi belgilanmagan. Bunaqa holda qanaqa aliment undirishi mumkin? Birinchi yo'li, agar ikkinchi taraf, ya'ni o'sha otasi roziligi bo'lsagina, unda ikki taraf FHDOga borib otalik belgilanadi va sudga aliment undirishga ariza kiritadi. Agar deylik, o'sha ikkinchi taraf norozi bo'lsa, unda ayol kishi sudga otalikni belgilash va aliment undirish to'g'risida da'vo ariza kiritadi va sud tomonidan ekspertiza o'tkaziladi va agar ekspertizaning xulosasiga ko'ra aynan o'sha shaxs otaligi ko'rsatilsa, unda sud tomonidan otalik belgilanadi va aliment undiriladi. Ya'ni
agar masalan deylik ota grafasida otalik belgilangan bo'lsa o'sha farzandiga nisbatan, unda faqat o'sha sudga aliment undirish to'g'risida ariza bilan murojaat etishi mumkin. Malika opa, javobingiz uchun rahmat kattakon. Siz shunday zo'r javob berdingizki, men o'ylaymanki, bizni ko'rib borayotgan tomoshabinlarga ham bu juda ham tushunarli bo'ldi. Yana bitta narsa so'ramoqchi edimki, Malika opa, xo'sh, aliment o'zi qachondan boshlab to'lanadi va uning miqdori qancha bo'ladi? Shuni ham tushuntirib bersangiz. Aliment sudga ariza o'sha undiruvchi tomonidan sudga ariza taqdim qilgan kundan boshlab undiriladi. Shu joyda yana bitta muhim narsani aytib o'tmoqchiman. Agar o'sha undiruvchi tomonidan o'tgan davr uchun ham aliment undirish to'g'risidagi talab qo'yilsa, sud uni ham ko'rib chiqadi. Men mana shu kichkina tushuntirish bermoqchiman. Nima degani o'tgan davr? O'tgan davr, ya'ni masalan Nigora arizasiga asosan aliment undirish to'g'risida sud buyrug'i chiqqan. Undan keyin Sherzod beryapti o'zini e'tirozini va mazkur sud buyrug'i bekor qilingan. Va Nigora o'sha qaysidir muddatdan keyin boshqatdan da'vo ariza beryapti aliment undirish haqida va o'sha aynan o'sha da'vo arizasida o'tgan davr uchun ham talabini qo'ygan va sud tomonidan o'sha Nigora tomonidan taqdim qilingan dalillar, ya'ni oldingi sud buyrug'i, uni bekor qilingan ajrimi o'rganib chiqilib, o'tgan davr uchun ham, ya'ni o'sha birinchi sud buyrug'i chiqqan kundan boshlab aliment undiriladi. Endi aliment miqdoriga keladigan bo'lsak, qonunchiligimizda ko'rsatilgan, ya'ni bu qarzdorning er yoki xotinning oylik ish haqi va boshqa daromadidan bitta farzandi uchun 4/1, ya'ni 25%, ikki farzandi uchun 3/1, 33%, 2 va 3 va undan ortiq farzandlar uchun 2/1, ya'ni 50% miqdorida aliment undiriladi. Malika opa, rahmat kattakon javobingiz uchun va yana bir narsani so'ramoqchi edimki, aynan shu aliment to'lash bilan bog'liq bo'lgan aliment miqdorini kamaytirsa ham bo'ladimi yoki ko'paytirsa ham bo'ladimi va bu qanday holatlarda qilinadi? Shuni ham tushuntirib bersangiz. Ha, bu amaliyotda uchrab turadi. Qonunchilikda ko'rsatilgan, ya'ni bu er yoki xotinning moddiy ahvolini va boshqa holatlarini inobatga olib kamaytirishi mumkin. Men yana o'sha misol tariqasida o'sha nima deydi, tushunarli bo'lish uchun aytib o'tmoqchiman. Masalan, mana Nigora bilan Sherzod turmush qurishgan. Nigorada o'rtasida bitta farzandi bor. Nikoh bekor qilingan va sud buyrug'iga asosan o'sha bitta farzandiga uchun bitta aliment undirib kelinadi. Sherzod ikkinchi nikoh qurgan. O'sha nikohda ham ikkita farzandi mavjud. U oilasi bilan o'sha qandaydir kelishmovchiliklar tufayli yashamaydi. Shunda o'sha ikkinchi turmushidagi ayol sudga aliment undirishdagi to'g'risidagi da'vo ariza kiritgan va o'sha sud qaroriga asosan aliment undirilgan. Shunda Sherzod sudga murojaat etishi mumkin, ya'ni men o'sha birinchi oilamga to'lab kelaman aliment, ikkinchi oilamga ham to'lab kelaman va o'sha aliment miqdori 50% dan oshib ketgan, shunga kamaytirib beringlar deb sudga murojaat etadi va sud bu holatlarni inobatga olib o'sha kamaytirish to'g'risida qaror chiqariladi. Va bundan tashqari, masalan deylik, er yoki xotinning nafaqat masalan deylik farzandlari inobatga olinadi yoki o'sha moddiy jihatdan qiynalayotgan bo'lsa yoki moddiy yoki qanaqadir xastaligi tufayli ham sud o'sha holatlarni inobatga olib kamaytirishi mumkin. Rahmat Malika opa, javobingiz uchun. Malika opa, yana bir narsani so'rab o'tmoqchi edim. Hozir siz bizga tushuntirib berasiz, qay hollarda kamaytiriladi va qay hollarda ko'paytirilishini va qay hollarda ozod qilinadi o'zi. Alimentdan ozod qilinish mumkinmi? Agar mumkin bo'lsa, uni tartibini tushuntirib bersangiz ham yaxshi bo'lardi. Ozod etish ham bu oila kodeksida ko'rsatib o'tilgan. Men endi hozir sizlarga yana o'sha misol bilan tushuntirib o'tmoqchiman. O'sha yana Nigora Sherzod. Nigora bilan Sherzod turmush qurishgan, bitta farzandi bor. Farzandiga nikohi bekor qilingan. Sherzod farzandiga aliment to'lab boradi, lekin qaysidir vaqt o'tgandan keyin Nigora chet elga chiqib ketyapti va chet elga chiqib ketgandan keyin u o'z farzandini o'zini o'sha otasiga, ya'ni Sherzodga tashlab ketyapti. Shunda Sherzod aliment ham to'lab boryapti va undan tashqari moddiy ta'minlab keladi o'z farzandini.
Shunda bu Sherzod sudga murojaat etishi mumkin. Ya'ni mani o'sha alimentdan ozod etish haqida o'sha ariza bilan murojaat etishi mumkin va unga tasdiqlovchi hujjatlar, ya'ni o'sha mahalla fuqarolar yig'inidan olingan dalolatnoma, undan tashqari vasiy va homiylik organlaridan olingan xulosa, bundan tashqari masalan o'sha farzandi agar maktabda o'qiyotgan bo'lsa, maktabdan olingan ma'lumotnoma, ikkinchi taraf o'sha chet elga chiqib ketganlik haqida o'sha olingan uni mahallasidan dalolatnomalar va albatta o'sha guvohlarning ko'rsatmalari sud tomonidan o'rganib chiqiladi va agar o'sha holat tasdiqlansa, unda o'sha aliment to'lashdan ozod etiladi. Malika opa, javobingiz uchun kattakon rahmat va keyingi savolim shundan iboratki, agar ayol homilador bo'lsa, aliment undirishi mumkinmi? O'z eridan talab qilishi mumkinmi? Ha, albatta mumkin. Bu oila kodeksida o'sha homilador davrida, ya'ni o'sha tuqqunga qadar to'lanadigan aliment va undan tashqari bola tuqqandan keyin ham bolasi 3 yoshga to'lgunga qadar aliment sud tomonidan undirib beriladi. Bu aliment emasan desa bo'ladi, balki bu ona ta'minoti deyiladi. Ya'ni ona o'ziga undiriladigan ta'minot. Ya'ni bu farzand 3 yoshga to'lgandan keyin bu ta'minot to'xtatiladi. Lekin o'sha 18 yoshgacha to'lanadigan aliment u davom ettiriladi. Malika opa, javobingiz uchun rahmat kattakon va bugungi sonimizning so'nggi savolidan biri, agar ota-onalik huquqidan mahrum qilinsa, unda aliment talab qilish mumkinmi to'lashni yoki qanday? Agar otalik yoki onalik huquqidan mahrum etilgan bo'lsa, u aliment to'lamaslik majburiyatidan ozod etilmaydi. Ya'ni ikkinchi taraf sudga murojaat etishi mumkin aliment undirish haqida va sud o'sha aliment undirish haqida qaror chiqariladi. Ya'ni u agar bo'ldi men ota yoki ona emasman degan vajni keltira olmaydi, chunki qonunchilikda ko'rsatilgan aliment to'lanadi. Malika opa, javobingiz uchun rahmat kattakon. O'ylaymanki, barcha sizning savollaringiz bizning tomoshabinlarga ham juda ham tushunarli bo'ldi. Sababi siz bu mavzularni juda ham keng yoritib berdingiz, chuqur yoritib berdingiz, o'z misollari bilan yoritib berdingiz. Rahmat kattakon. Sizlarga ham katta rahmat. Agar foydasi tekkan bo'lsa, juda ham xursandman. Rahmat kattakon Malika opa, tashrif uchun. Shu bilan birga o'z podkastimiz nihoyasiga yetadi. Bizni kuzatishda davom eting. Keyingi sonlarda ko'rishguncha, xayr.